Kechasini olgan kislotam sovuq bo'lishiga qaramasdan cho'tki to'kib beryapti. Men bularni kech payt soluvdim. Уже ertalabga cho'tki qilib qo'yibdi. Hurmatli obunachilarimiz, наконец-то Andijonga kislotamiz keldi. Xrom deyish uchun hidi chiqmaydi. Buni именно kuzovshik sepadigan akalarimiz biladi. Xromni yo'qotayotganda qanaqa hid chiqadi. Bu konteynerga qo'yib turib, ochiq holatda saqlangiz qilsangiz ham bo'ladi, xirangsiz qilsangiz ham bo'ladi. Ishlatasiz, ochiq holda qoldirib olasiz. Hidi yo'q, aloqaga chiqarasizlar, 24 soat dastavkamiz ham bor. Hidi ham yo'q, oldingi ishlatgan kislotamga nisbatan bu ancha zo'r, effekti ham, vaqti ham juda cho'tki ishlab beryapti. Kimdir olmoqchi bo'lsa, tavsiya qilaman. Oldingi olganimdan ko'ra ancha cho'tki ishlayapti. Ham tez to'kyapti, ham mana bu detallar sarg'ayib, qorayib qolmayapti. Oppoqqina qilib cho'tki to'kib beryapti. Ideal bo'lyapti hamma yo'q.